Assalamu alaikum. Aziz qarindoshlar. Shvetsiyadagi Uyg'ur Yanfon va kompyuter markazidan sizlarga o'tliq salom. Men bugun telefonlarda, alma yanfonlarida ko'riladigan eng oddiy ama tuzatmasi bo'lmaydigan oddiy usul bilan hal qiladigan xatoliklarni o'zimning tajribasiga asosan qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Chunki bu xatolik menga ko'p 10 yil jarayonida, ishlash jarayonida ko'p keladi har kundagidek. Bugun buni videoni ishlatishimning sababi bir kunda o'xshash xatolikdan 3 xayrida keldi. Shu sababdan to'g'ri bu ko'p keladigan bo'lgan xatolik bo'lgandan keyin bu cho'qim bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz buni yo'l qo'ydi. Buni tuzish uchun cho'qim ular biror remote berib bo'shdan bekadim bir moch pul bermasin yoki apple shirkatiga borsa bir moch pul talab ketmasin degan asosda men buni o'rtoqlashay deb bu videoni ishladim. Bu nima xatolik desanglar, birinchi eng muhim telefonning to'q qochilmas xatoligi. Masalan, telefonlar turiblam to'q qochilmas bo'lib qoldi. Yoki ba'zida asta bo'lmasa qattiq tutib tursak oladi. Masalan, mana telefon normal o'zining asli iPhone to'q qochilg'ich. Buni solma. Selish misal qiyinlashyotdi, ammo tutib tursam, qattiq tutsam oladi burun, hozir qat'iy olmaydi degandek. Masalan, qayerda shunda deb keladi. Ba'zi bog'lab qo'ydi uyga olmaslik uchun. Buningdek xatolik nima deganda shu yerga axlat to'shab qolgan. Bu to'q qochiladigan yerga axlat to'shab qolgan. Buni mayli qanday qilayli, bu tuzalmaydi. Buni Apple shirkatiga olib borsa, gap qilmaylam 50 euro oladi ular. Bu bizdek buni qarab shimay almashtirib bu yana. Biz buni almashtirmaymiz, chunki bu hech qanday almashtirish hojatini tushmaydi. Buning hal qilish usuli shunda oddiy. Bunga nima kerak desangiz, bir tal iPhone'ning SIM kartasini chiqaradigan jig'nisi. Bu har qanday iPhone'da qutisida bor. Bo'lmaganlarmi odatda shunga o'xshaydigan inchik mix yoki jig'ni shu narsani ishlatsa, ammo bak xushluq bo'lmasin, uchi jig'ni bo'lmasin, chunki meni teshitish mumkin. Shundoq eng yaxshi ishlaydigan narsa iPhone'ning SIM kartasini chiqargan yig'ni. Ikkinchisi bir tal cho'tka. Uyimizdamizda bor, ammo buni ishlatmaydigan, tashitadigan onda bo'lsa, shuni ishlatib bo'ldi. Chunki uni tashitamiz yoki bo'lmasa azan bog'liqdan birini olib ishlatib qo'ygandan keyin tashlab bo'ldi. Chunki bunda mikrob, bakteriya tozalaydigan narsa bo'lgandan keyin. Üçüncüsü bir tal ichida spirt tarkibi bo'lgan bir modda, yoki masalan attir, azam bog'liq. Men attirni ishlatdim. Chunki biz har kun ishlatgandan keyin bu azam bog'liq attir ham yaxshi puraydi, ham bakteriyani o'ldiradi. Xo'sh, bu normal masalan mana telefonni solsam hech qanday bu olmaydi, charja hozir. Masalan, bu normal ishlayotgan telefonim. Buni solma charja oladi mana. Ikki taraf hech qanday xatosiz. Mana hech qanday xato yo'q. Buni qilsam olmaydi. Buningdagi xatolik shu yerga to'shab qolgan. Buni o'ngshashga sabab, o'ngshash birinchi qiladigan ishimiz mana shu jig'ni bilan bu axlat kirib qolgan ostini tiqib diqqat bilan axlatni chiqarayotimiz. Mana bu axlat borda, mana chiqib ketdi. Axlat chiqib tashlayotgandan keyin bu tarafga o'rib turib, yana yaxshilab ostini qilsak bütün axlatlar chiqdi. Ba'zi qolmagan to'pa narsa yanchiqimiz turib to'shib qolgan narsada bu bara chiqib qolgan. Ba'zi diqqat qilmaymiz, qopsiz telefonlarda to'shab qoladi shunga. Buni tozalab bo'lgandan keyin yana texnik pokiz bo'lish uchun buni ishlatmayman, attirni qilib buni to'qashlaydigan yerni attir bilan cho'tka qancha jirik bo'lsa shuncha yaxshi. Bunday qilib bu tarafga qatib turib bir tozaytamiz. Endi pokiz bo'lib ketdi. Mana pokiz bo'lib ketdi, hech qanday nima yo'q. Endi soldi. Bismillah. Mana telefon o'ngshildi. Telefonning to'q qochilmas xatoligini hal qildik. Bu kunlarda har kuni uchraydigan xatolik. Ba'zi qarindoshlar bu darhol to'q qochilmagan telefon bizga muhim, kunlik turmushimiz kam bo'lsa bo'lmaydi. Buni to'q qochilmasa hech qanday amal qila olmaymiz. Shunga darhol ba'zilar remote bordi, ba'zilar Apple shirkatining emaillariga bordi. Ular ko'p bir moch pul oldi. Buning hech qanday pul ketmaydi, mana oddiy usul. Ko'ngilingizga rahmat. Bundan keyin men yana shunga o'xshash telefonda ko'riladigan hal qilmas bo'lmaydigan xatolik, kashillar va oddiy usul bilan hal qilish yo'llarini davomli yo'llab turaman. Bu mening birinchi qitim yo'llashim. Qarindoshlarning ham barlab qo'yishini umid qilaman. Hammalarning ko'ngil qo'yib, rahmat. Allohga emanet.